Assalomu alaykum azizlar. Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensiya guvohnomasi faqat men pensionerman degan qog'oz emas. Ko'pchilik bu hujjatni hamyonda olib yuradi. Lekin uning ortida qanday imkoniyatlar borligini bilmaydi. Natijada odamlar o'ziga tegishli imtiyoz, yordam, chegirma yoki xizmatlardan yillar davomida foydalanmay yuradi. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men hech kim batafsil tushuntirmaydigan 9-ta yashirin imkoniyatni oddiy tilda aytib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilaga pul, vaqt va asabni tejab beradi. Avvallari pensiya guvohnomasi asosan bitta maqsadda ishlatilardi. Odam pensiya olishini tasdiqlash uchun. Masalan, kassaga borib pensiya olish. Biror tashkilotga men pensionerman deb ko'rsatish yoki ayrim joylarda navbatda yangilik so'rash. Ko'p hollarda hammasi qog'oz orqali bo'lgan. Ariza yoziladi. Ma'lumotnoma olinadi, mahallaga boriladi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga boriladi. Yana biror idoradan tasdiq so'raladi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Davlat xizmatlari bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Pensionerning ma'lumotlari turli bazalarda ko'rinadi. Pensiya miqdori, ish staji, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, ijtimoiy himoyaga ehtiyoj kabi ma'lumotlar idoralar o'rtasida almashilishi mumkin. Lekin muammo shundaki tizim elektronlashgani bilan. Odamning o'zi bilmasa, hech kim kelib, mana sizga yana bunday imkoniyat bor deb eshigingizni taqillatmaydi. Aynan shuning uchun pensiya guvohnomasi bugun oddiy hujjat emas, balki bir nechta eshikni ochadigan kalitga aylangan. Men ko'p kuzataman. Odam pensiya guvohnomasini faqat bank kartasiga pul tushganini tekshirish uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida esa bu hujjat ayrim joylarda chegirma olishga, ijtimoiy xizmatga murojaat qilishga, davolanishda yengillik so'rashga, sanatoriyga navbatga turishga, subsidiya yoki moddiy yordamga da'vo qilishga, ayrim to'lovlarda imtiyozni tekshirtirishga asos bo'lishi mumkin. Eng muhimi, har bir imkoniyat hamma uchun bir xil emas. Ba'zilari yoshga qarab, ba'zilari nogironlik guruhiga qarab, ba'zilari kam ta'minlanganlik holatiga qarab, ba'zilari hududiy qarorlarga qarab beriladi. Shuning uchun bugun men sizga hamma joyda 100% shunday deb emas, balki nimani qayerdan tekshirish, qanday talab qilish va qaysi xatolardan saqlanish kerakligini tushuntiraman. Bu juda oddiy eshitiladi. Lekin amalda eng ko'p foyda beradigan narsa shu. Pensioner ekaningizni tasdiqlash kerak bo'lgan ko'plab holatlar bor. Mahallada ijtimoiy yordam masalasida, bankda ayrim xizmatlarda, shifoxonada, sanatoriy navbatida, kommunal masalada, jamoat tashkilotlari yoki homiylik yordamlarida. Agar sizda pensiya guvohnomasi bo'lsa, siz men pensiyadaman deb og'zaki aytmayapsiz, balki hujjat bilan isbotlayapsiz. Masalan, 67 yoshli otaxon farzandlari bilan yashamaydi. Pensiyasi 200 ming so'm atrofida. U mahalladan yordam so'rashga uyaladi, menga berishmaydi deb o'ylaydi. Lekin uning pensiya guvohnomasi, pasporti va yashash sharoiti bo'yicha dalillar tekshirilsa, mahalla orqali ijtimoiy yordam, oziq-ovqat paketi yoki boshqa turdagi ko'makka tavsiya qilinishi mumkin. Bu yerda guvohnoma asosiy hujjatlardan biri bo'ladi. Ko'p pensionerlar shifoxonaga borsam baribir hamma kabi navbat kutaman deb o'ylaydi. Ha, navbat masalasi hamma joyda mavjud, lekin ayrim toifadagi pensionerlar, ayniqsa nogironligi borlar, urush va mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar ayrim tibbiy xizmatlarda imtiyozli ro'yxatga kiritilishi mumkin. Bunga poliklinika, oilaviy shifokor punkti, tuman tibbiyot birlashmasi orqali aniqlik kiritiladi. Real misol. 72 yoshli onaxon qandli diabet bilan ro'yxatda turadi. U har oy dori xarajatiga 300 ming so'm sarflaydi. U pensiya guvohnomasi, pasporti, tibbiy kartasi va tashxisini olib oilaviy shifokorga murojaat qilsa, unga ayrim dori vositalari bo'yicha imtiyozli ta'minot mavjud yoki mavjud emasligi tekshirib berilishi kerak. Ba'zan odamlar menga hech narsa berilmaydi deb o'zicha xulosa qiladi. Aslida ro'yxatga turish, tashxisni to'g'ri rasmiylashtirish, komissiya xulosasi nogironlik bo'lsa, uning hujjat kabi narsalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pensiya guvohnomasining eng kam ishlatiladigan, lekin eng foydali imkoniyatlardan biri shu. Ko'pchilik sanatoriyga faqat pul to'lab boriladi deb o'ylaydi. Aslida ayrim toifadagi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, mehnat faxriylari
Yolg'iz kekslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun imtiyozli yo'llanmalar bo'lishi mumkin. Bu yo'llanma har kimga istagan paytda berilmaydi. Navbat tibbiy ko'rsatma va tegishli tartib bo'ladi. Masalan, 65 yoshli erkak kishi yurak qon tomir kasalligi bo'yicha doimiy nazoratda. U sanatoriy qimmat menga to'g'ri kelmaydi deb o'tirsa, imkoniyatdan bexabar qoladi. To'g'ri yo'l nima? Avval oilaviy shifokorga boradi. Sanatoriy davolanishiga tibbiy ko'rsatma bor yo'qligini aniqlaydi. Keyin mahalla yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limi tegishli jamg'arma yoki mas'ul idoradan yo'llanma tartibini so'raydi. Pensiya guvohnomasi bu yerda uning maqomini tasdiqlaydi. Tibbiy hujjatlar esa ehtiyojni isbotlaydi. Bu mavzuda eng ko'p tushunmovchilik bor. Hamma pensionerlarga avtomatik ravishda gaz, elektr, suv yoki chiqindi uchun chegirma beriladi degan fikr noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ayrim toifalar uchun, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi keksalar, kam ta'minlangan oilalar, alohida maqomga ega fuqarolar uchun kommunal yo'nalishda yordam, kompensatsiya yoki mahalliy imtiyoz bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, 70 yoshli ayol yolg'iz yashaydi. Qishda elektr va gaz xarajatlari oshib, pensiyasining katta qismi kommunalga ketadi. U qilish kerak bo'lgan ish mahallaga borib, o'z holatini rasmiy aytish, kadastr yoki uy hujjatlari, pasport, pensiya guvohnomasi, kommunal to'lov kvitansiyalarni ko'rsatish. Mening holatim bo'yicha kommunal yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy reyestr orqali yordam olish imkoniyati bormi deb yozma yoki og'zaki so'rash. Ko'p odam aynan shu savolni bermagani uchun imkoniyatdan foydalanmaydi. Pensiya guvohnomasi bankda ham muhim bo'lishi mumkin. Pensionerlar odatda pensiyani bank kartasi orqali oladi, lekin ko'pchilik bankdan faqat pul yetishni biladi. Aslida siz bankdan pensiya tushumlari bo'yicha ma'lumotnoma, SMS xabarnoma shartlari, karta xizmat haqi, omonat foizlari, naqd pul yetish tartibi, kredit olishda yosh chegarasi, sug'urta shartlari haqida aniq ma'lumot olishingiz kerak. Masalan, bir pensionerning kartasidan har oy 20 ming so'm turli xizmatlar uchun yechiladi. U buni sezmaydi. Bir yilda bu beksaqsin 240 ming so'm bo'ladi. Agar u bankka borib, menga qaysi pullik xizmatlar ulangan, qaysilarni o'chirsa bo'ladi deb so'rasa, ortiqcha xarajatni kamaytirishi mumkin. Yana bir misol, ayrim banklar pensionerlar uchun omonat mahsulotlari taklif qiladi. Agar pensionerning 5 million so'm jamg'armasi bo'lsa, uni uyda saqlash o'rniga ishonchli bank omonatiga qo'yish orqali oyiga yoki yiliga qo'shimcha daromad olishi mumkin. Bu yerda albatta shartnomani o'qish, foiz, muddatidan oldin yechish shartlarini tushunish zarur. Bu juda nozik masala, chunki soliq imtiyozlari hamma pensionerlarga bir xil tartibda qo'llanmasligi mumkin. Mulk solig'i, yer solig'i, ayrim davlat bojlari, notarial harakatlar, sud xarajatlari yoki boshqa to'lovlar bo'yicha ayrim toifadagi fuqarolarga yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin men pensionerman, demak hammasidan ozodman deb o'ylash xato. To'g'ri yo'l o'zingizga tegishli obyekt. Maqom va hujjatlar bo'yicha soliq inspeksiyasi yoki davlat xizmatlari markazdan aniq javob olish. Masalan, pensionerning nomida bitta uy va kichik yer uchastkasi bor. Har yili soliq xabarnomasi keladi. U pensiya guvohnomasi bilan soliq organiga murojaat qilib, mening yoshim va maqomim bo'yicha mulk yoki yer solig'ida imtiyoz bormi? Bo'lsa qaysi obyektga qo'llanadi? Ariza kerakmi deb so'rash kerak. Ba'zi imtiyozlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Ba'zilar uchun ariza yoki hujjat talab qilinadi. Agar odam tekshirtirmasa, ortiqcha to'lab yurishi mumkin. Bu imkoniyat ko'pincha hududga bog'liq. Ayrim shaharlarda yoki muassasalarda pensionerlarga chegirma, bepul kirish kuni arzonlashtirilgan chipta alohida tarif bo'lishi mumkin. Muzeylar, teatrlar, ko'rgazmalar, sport sog'lomlashtirish markazlari, ayrim transport yo'nalishlari yoki mahallaviy tashabbuslarda pensiya guvohnomasi talab qilinadi. Masalan, onaxon nabrasini muzeyga olib bormoqchi. Kassaga borib, shunchaki 2 ta chipta so'rasa, to'liq narxda oladi. Lekin pensionerlar uchun chegirma bormi deb pensiya guvohnomasini ko'rsatsa, ayrim joylarda arzonroq chipta berilishi mumkin. Yana bir misol, ayrim hududiy transportlarda maxsus toifalar uchun yengillik bo'lishi mumkin. Bu ham avtomatik hammaga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin so'rash va tekshirish kerak. Ko'pchilik uyalgani yoki bilmagani uchun so'ramaydi. Keyin esa yil davomida anchagina pul yo'qotadi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, harakatlanishi qiyin bo'lsa, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lsa, u ijtimoiy xizmatlar haqida albatta bilishi kerak.
Ba'zi holatlarda uyga kelib holidan xabar olish, oziq-ovqat yoki dori olib kelishda yordam. Ijtimoiy xodim biriktirish, reabilitatsiya vositalari, nogironlik aravachasi, eshitish moslamasi, hassa, protez, ortopediya buyumlari kabi masalalar ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, 70 yoshli otaxonning tizzasi og'riydi. Bozorga chiqa olmaydi. Pensiyasi bor, lekin yordamga muhtoj. U mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy xodim xizmatiga ehtiyojini aytish kerak. Bu yerda pensiya guvohnomasi, pasport, yashash manzili, sog'lig'i haqidagi hujjatlar, farzandlari bor yo'qligi, daromadi va sharoiti o'rganiladi. Agar mos tushsa, unga xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilishi mumkin. Muhimi, men pensionerman, lekin menga hech kim qaramaydi deb jim o'tirmaslik kerak. Rasmiy murojaat bo'lmasa, ko'p holatda tizim sizni ko'rmaydi. Mana eng muhim yashirin imkoniyatlardan biri. Ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin uning miqdorini taqdir deb qabul qiladi. Aslida pensiya hisobida xato bo'lishi mumkin. Ish staji to'liq kiritilmagan, arxiv hujjati topilmagan, ish haqi davri noto'g'ri olingan, familiya o'zgargani uchun ma'lumot ulanmagan. Sobiq korxona yopilgani sababli davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi sizning pensiya ishingiz borligini bildiradi. Lekin hisobning to'g'ri ekanini avtomatik kafolatlamaydi. Masalan, ayol kishi 2 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda 24 yil staj hisoblangan. Sababi 6 yil ishlagan korxona yopilgan, arxivdan hujjat olinmagan. Agar u baribir bo'lmaydi deb yuraversa, har oy kam pensiya olishi mumkin. Faraz qilaylik, to'g'rilangandan keyin pensiya oyiga 1,5 ming so'mga oshadi. Bu bir yilda 1 million takin ming so'm, 5 yilda 9 million so'm degani. Shuning uchun men har bir pensionerga maslahat beraman. Pensiya tayinlangan hujjatlaringizni, mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotlaringizni, ish haqi ma'lumotnomalarini imkon qadar bir marta tekshirtiring. Eng avvalo. Yolg'iz yashovchi pensionerlar albatta o'z imkoniyatlarini tekshirtirishi kerak. Chunki ularda ijtimoiy yordam, parvarish, kommunal qo'llab-quvvatlash, sanatoriy navbati kabi yo'nalishlarda ehtiyoj yuqori bo'ladi. Ikkinchi guruh. Nogironligi bor pensionerlar. Bu yerda nafaqat pensiya, balki reabilitatsiya vositalari, dori-darmon, tibbiy ko'rik, transport yoki uy sharoitiga moslashtirish kabi masalalar bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh. Pensiyasi juda kam bo'lganlar. Agar odamning oylik daromadi minimal ehtiyojlariga yetmayotgan bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya tizimidan imkoniyatlarni tekshirtirish zarur. To'rtinchi guruh. Mehnat staji murakkab bo'lganlar. Masalan, bir necha korxonada ishlagan, kolxoz yoki sovxoz davrida ishlagan, harbiy xizmat, dekret ta'tili, parvarish davri, chet elda ishlash davri, yakka tartibdagi faoliyat davri bo'lganlar. Bunday holatlarda pensiya hisobida nozik jihatlar ko'p bo'ladi. 5-guruh. Pensiya tayinlangandan keyin ham ishlayotgan pensionerlar. Ular pensiya, soliq, ish haqi, mehnat shartnomasi, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha o'z huquqlarini bilishi kerak. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Pensiya hisobini yaqinda tekshirtirgan, barcha staj hujjatlari to'liq, daromadi yetarli, oilaviy qo'llov bor. Sog'lig'i bo'yicha alohida ehtiyoji bo'lmagan pensionerlar. Lekin hatto ular ham yiliga kamida bir marta bank xarajatlari, soliq xabarnomalari va ijtimoiy imtiyozlar bo'yicha yangiliklarni tekshirsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchi tuzoq. Qo'shnim oldi, demak men ham olaman degan fikr. Bu har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningiz nogironlik guruhi bo'yicha olgan bo'lishi mumkin, siz esa yoshga doir pensiya olasiz. Qo'shningiz yolg'iz yashovchi sifatida ro'yxatda bo'lishi mumkin, siz esa farzandlaringiz bilan birga ro'yxatda turasiz. Shuning uchun har bir imtiyozning sharti alohida tekshiriladi. Ikkinchi tuzoq. Og'zaki rad javobiga ishonib ketish. Ba'zan idorada bir xodim sizga tegishli emas deydi. Balki u to'g'ri aytgandir. Balki hamma hujjatingizni ko'rmagandir. Agar masala muhim bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob beriladi. Shunda siz nima sababdan rad etilganini aniq bilasiz va kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qilasiz. Uchinchi tuzoq. Hujjatlarni yo'qotish. Pensiya guvohnomasi, pasport, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik xulosasi, tibbiy tashxislar, kommunal kvitansiyalar tartibli saqlanishi kerak. Men tavsiya qilaman, alohida papka qiling. Hujjatlarning nusxasini ham saqlang. Telefoningizda suratga olib qo'ying. Farzandingiz yoki ishonchli odamingizga elektron nusxasini yuborib qo'ying. 4-tuzoq. Firibgarlarga ishonish. Pensiyangizni oshirib beraman.
sanatoriy yo'llanmasini tezlashtirib beraman. Imtiyozni pul evaziga qilib beraman deganlarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy xizmat rasmiy idora orqali bo'ladi. Pul so'rashsa kvitansiya shartnoma asos talab qiling. Pensiya kartangiz PIN kodini hech kimga bermang. Bankdanman deb qo'ng'iroq qilib kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisidir. 5-nozik jihat muddatlar. Ayrim yordamlar yil davomida ma'lum davrda rasmiylashtiriladi. Ayrim yo'llanmalar navbat asosida beriladi. Ayrim to'lovlar uchun ariza topshirgan kundan boshlab hisoblanadi. Ya'ni siz bugun murojaat qilmasangiz 3 oy yo'qotasiz. Shuning uchun kechiktirmang. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam pensiya guvohnomangizni, pasportingizni, mehnat daftarchangizni, pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlarni va bank kartangiz bo'yicha ma'lumotlarni bitta papkaga yig'ing. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, tashxislar, dori retseptlari va shifokor xulosalarini ham qo'shing. Ikkinchi qadam, mahallaga boring. Men pensionerman, mening holatim bo'yicha ijtimoiy yordam, kommunal ko'mak, yolg'iz keksalar ro'yxati, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa dasturlar bormi deb so'rang. Agar og'zaki javob noaniq bo'lsa, ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, yashash sharoitingiz va nimani so'rayotganingiz aniq yozilsin. 3-qadam, oilaviy shifokorga boring. Sog'lig'ingiz bo'yicha imtiyozli dori, dispanser nazorati, sanatoriy ko'rsatmasi, reabilitatsiya vositasi kerakmi? So'rang. Menga nima berasiz deb emas. Mening tashxisim va yoshim bo'yicha qaysi tartiblar mavjud, qaysi hujjat kerak deb so'rang. Shunda suhbat aniq bo'ladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali pensiya hisobingizni tekshirtiring. Ayniqsa, stajingiz to'liq hisoblanganmi, ish haqi davri to'g'ri olinganmi, arxiv hujjati yetishmayaptimi? Shuni aniqlang. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'lishi mumkin. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar kerak bo'ladi. 5-qadam. Bankka boring yoki ishonchli farzandingiz bilan mobil ilovani tekshiring. Kartangizga qaysi pullik xizmatlar ulangan, SMS xabarnoma qancha, karta xizmat haqi bormi, naqd pul yechishda komissiya bormi? Shuni biling. Agar tushunmasangiz, bank xodimidan yozib berishni so'rang. Kartangiz parolini, SMS kodini, ilova kodini hech kimga aytmang. 6-qadam. Soliq organi yoki davlat xizmatlari markazidan mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozni tekshirtiring. Men pensionerman, nomimda shuncha uy yoki yer bor. Menga qanday imtiyoz bor deb aniq so'rang. Kerak bo'lsa ariza topshiring. Har bir to'lovni kvitansiya bilan qiling va saqlang. 7-qadam. Har safar muzey, teatr, poliklinika, transport, sanatoriy, sport markazi yoki boshqa xizmatga borganingizda uyalmay so'rang. Pensionerlar uchun chegirma yoki imtiyoz bormi? Bu savol sizga hech qanday zarar qilmaydi, lekin ko'p hollarda pul tejaydi. Demak, pensiya guvohnomasi faqat pensiya olayotganingizni ko'rsatadigan hujjat emas. U ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydi. Tibbiy va ijtimoiy xizmatlarda eshik ochadi. Sanatoriy navbatga asos bo'lishi mumkin, kommunal va soliq masalalarida imtiyozni tekshirtirishga yordam beradi. Bankdagi ortiqcha xarajatlarni kamaytirishga turtki bo'ladi. Eng muhimi, pensiya miqdoringiz to'g'ri hisoblangan yo'qmi? Shuni qayta ko'rib chiqishga imkon beradi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni faqat ko'rib qo'ymang. Bugunoq ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. Kommentariyada yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyozdan foydalangansiz yoki qaysi masalada muammo bo'lyapti. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki o'z huquqini bilgan odam hech qachon ortiqcha sarf qilmaydi va o'ziga tegishli imkoniyatdan bexabar qolmaydi.